Azamatga nimalar qilib yuribsiz endi? Nastroykani oldik, xudo xolisa bu tomga chiqib montajlarni qilib pastga tushamiz. Polniy obyektni ko'rib, 4 ta domga simlarni tashab 21-etajdan pastga to'sgan, polniy qora qamishib to'sgan. Hozir mana hozir ko'rsataman sizlarga. Xudo xolisa ketdi. Tak, bu yoqqa yuringchi. Kranlar hali ham ishlayapti, qarang. Domga muz quryapti, muz. Prikin Titanik bu. Mana bu dom 21-etaj dom. Qarang pastga. Mana 1, 2, 3, 4 ta domga hozir mashqdan antenna simlarni tashab cho'tka qilib beramiz. Qolgan domlarga kimga kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Bu domlarga antena tashlashning sababi nimaga? To'sgan, bu dom to'sgan. Ha, telebashdan to'sib qo'ygan. Telebashdan to'sgan. Bu 21, qarang, bu 5, anu 8 etaj hammani to'sgan. Mana shu polniy hamma yo'lni to'sgan. Ha, demak hozir 1, 2, 3, 4 bo'lyapti. 4 bilan gaplashdik. Undan keyin 1, 2, 3, 4 ham balkim chiqishi mumkin. Ma'mulani ham to'sgan. Telefon qilsa beramiz. Bunaqa ishlarimizni bemalol qilamiz. Buni yonida yana bitta dom bor. Bu degani o uzun dom. Tepaloni qarang, vashshi. Cho'tki. Qaynatma shvorova bo'lyapti tegi hozir. Hozir birinchi tepalarni qilib olamiz, keyin qaynatma shvorovga tushamiz. Tunkan tegiga. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa telefon qilasizlar. 94 666 81 88 24 7. Svязga chiqlaring bo'ldi.